1984-yilning iyul oyi Portugaliyaga qarashli Madeira orolida yashovchi 3 bolali Aveirolar oilasini bir savol qiynay boshladi. Kelib chiqishi g'arbiy afrikaliklarga borib taqaladigan Aveirolar haqida qisqacha. Oila boshlig'i Jose sobiq askar, ichkilikka mukkasidan ketgan, bog'bonlik ortidan kelayotgan chaqalar hech nimaga yetmasdi. Oila bekasi Maria esa oshpazlik bilan shug'ullanar va topgan pullari evaziga ro'zg'or kamini butlardi. Yoz o'rtasida kambag'allikdan sillasi qurigan Maria o'zining homilador ekanligini sezib qoldi. Iqtisodiy qiyinchiliklar shundoq ham to'yib ovqat yemaydigan 3 bolaning ustiga yana farzand ko'rish qanchalik to'g'ri? Tag'in ham topganini ko'chaga, maishatga sarflasa. Mariyaning oldida 2 yo'l bor edi. Biri homilani oldirib tashlash, ikkinchisi esa bolakayni dunyoga keltirish. Ona o'ylay homilani oldirib tashlashga qaror qildi. Shifokor huzuriga borgan ayol chuchvarani xom sanaganligini bildi. Vrach homila allaqachon 3 oydan oshganini va nihoyatda baquvvatligi sabab abort qilish o'ta xavfli ekanligini ma'lum qildi. Dolores Aveiro uyiga qaytgach bir necha bor homilani tushirish uchun harakat qildi. Og'ir yumushlar bilan shug'ullandi, nihoyatda ko'p iliq suv ichdi. Ammo taqdir bolaning tug'ilishini aniq qilib qo'ygach, bandasining qo'lidan nima ham kelardi. 1985-yilning 5-fevralida Aveirolar oilasi unchalik orziqib kutmagan o'g'il farzand dunyo yuzini ko'rdi. Chaqaloq sog'lom va 3 kilo 630 gram vaznga ega edi. Mariyaning opasi yangi mehmonga Cristiano ismini qo'yishni taklif qildi. Ota-ona esa Amerikaning 40-prezidenti Ronald Reaganga havas qilardi. Yakunda jajji mehmonga Cristiano Ronaldo deya ism qo'yildi. Hammasi haqiqat. Opam shifokor bo'lib ishlagani uchun homila o'g'il bola ekanligini oldindan bilardik. U menga Cristiano ismini qo'yishimni aytdi. Menga esa Ronaldo ismi yoqardi. Oxir-oqibat farzandimga Cristiano Ronaldo deya nom berdik. Funchal Madeira orolining iqtisodiy eng qoloq regionlaridan biri bo'lib, aholining aksari qismi kambag'allikda umr kechirardi. Qahramonimizning bolaligi Funchalning o'ydim va tor ko'chalarida o'tdi. Roni oilaning kenja farzandi bo'lganligi uchun ota-onasi tomonidan juda ko'p erkalanar, akasi va opalari tomonidan deyarli urishilmasdi. Bolakay 2 yoshida otasi sovg'a qilgan to'p bilan birga ulg'aydi va millionlar o'yiniga mehr qo'ydi. Jose Aveiro mahalliy Andarinho futbol jamoasida bog'bonlik va shunga o'xshash mayda ishlar bilan shug'ullanar va farzandini futbolchi bo'lishini orzu qilardi. Janob Aveiro o'g'lini 6 yoshga yetgach Andarinho bolalar futbol jamoasiga olib boradi. O'sha paytlar akademiyalarda asosan puldor oilalarning bolalari ko'p bo'lganligi bois Aveirolar o'g'liga qimmat ust-bosh olib berishadi. Maqsad esa farzandini kambag'al oiladan ekanligini sezdirmaslik. Qaysi soha bo'lmasin, xoh yugurish, xoh futbol o'ynash, xoh uzoqlikka sakrash, hammasida eng zo'ri bo'lish istagi, mag'lubiyatni tan olmaslik xarakteri yosh Cristianoda bolaligidan shakllangan edi. Qahramonimiz maktabda a'lochi o'quvchilar qatorida emasdi. Ingliz tili Krish eng yomon ko'rgan fanlardan biri edi. Biz uni doim to'p bilan ko'rardik. Uzoq vaqt davomida to'pni yerga tushirmasdi. Yoshligimiz u bilan o'tgan esimda, yugurishni mashq qilganimizda Krish oyog'iga temir bog'lab olardi. Oramizda birgina u shunday qilardi. Kamtarligini ham alohida aytib o'tishim kerak. U doim to'p bilan birga edi. Boshqalardan yaxshiroq ekani ham ko'rinib turardi. Ammo hozirgi darajaga chiqishini rost kutmagandik. Men undan faqat darslarni qilishni va unga boshqa yumushlar yo'qligini aytgandim. Maktabdan qaytgach ovqatlanardi va mashg'ulotga jo'nab ketardi. Uyga esa kechki soat 9larda kirib kelardi. Umuman olganda u futbol bilan voyaga yetdi. O'g'lim xuddi Luis Figodek bo'lishini, kelajakda katta futbolchiga aylanishini orzu qilardi. Amakivachcham Andarinho mashg'ulotlariga qatnar edi. Keyin men bordim. Tinimsiz mashq qilardik. Futbol sabab Andarinho bazasida ulg'aydim. Cristiano Andarinho bolalar jamoasida o'zini ko'rsatdi. O'yinlarda gollar urdi. G'alabaga bo'lgan chanqoqlik yosh yigitchani yuksaltirdi. U maydonda hammasini bir o'zi qilishni, mas'uliyatni o'ziga olishni istardi. Yigitcha 10 yoshga yetganida orolning 2 yirik jamoasi, Nacional va Maritimo jamoalari nazariga tushdi.
Bo'lajak yulduzning otasi Jose Aveiro o'g'lini Maritimoga o'tishini istaydi. Kunlarning birida futbolchilar uchun ko'rik uyushtiriladi. Musobaqaga taklif qilingan Maritimo skautlari kelishmaydi. Yakunda 10 yoshli Cristiano Nacional bilan shartnoma imzolaydi. O'shanda Nacional Cristianoni 20 ta to'p va 2 komplekt sport formasi evaziga qo'lga kiritadi. Bo'lajak yulduz Nacionalda ozg'inlik muammosidan qutuldi. Tezlik, texnik mahorat, uzatmalar aniqligi va to'pni yaxshi boshqarishni o'rgandi. Vaziyatlarni yakka o'zi hal qilishga intilish futbolchi menining kattaligi sabab Roni ba'zida murabbiylar bilan munosabatlarda qiyinchiliklarga duch kelardi. U hammasini juda katta tezlikda bajarar edi. Yuqori tezlikda amalga oshirilgan dribling va gol. U hech nimadan qo'rqmasdi. Qo'pol himoyachilar, jarohat xavfi, bosim maqsad bitta g'alaba. U hech ham mag'lubiyatlarni qabul qila olmas, faqat g'olib bo'lish uchun intilardi. Doim o'zimdan kattalar bilan mashq qilardim va futbol o'ynardim. Ular bilan juda tez harakatlanishim kerak edi. Ochig'ini aytsam, qo'rquv hissi umuman bo'lmagan. U boshqalardan ancha kichik edi. O'yinlarda jarohat olishidan qo'rqardim. Ammo xo'jayinim yo'q, o'g'limiz juda tezkor va jasur. U barchasini uddalaydi derdi. Ronaldo 1996-yilda 10-12 yoshli futbolchilar o'rtasida chempionlikni qo'lga kiritdi. Yigitcha Porto, Boavista kabi jamoalar nazariga tushdi. Qahramonimizning cho'qintirgan otasi Fernando Souza Sporting klubi rahbarlari bilan bog'lanadi. Sportingdagilar esa futbolchini ko'rish uchun skautlarni yuborishni aytishadi. 1997-yilning aprelida Ronaldo Sportingga sinov ko'rigiga yuboriladi. 17-aprelda Sporting Nacionaldan 12 yoshli Ronaldoni 22,5 ming yevroga sotib oladi. Transfer xususida o'sha paytdagi Sporting bolalar jamoasi direktori Aurelio Ferreira shunday deydi. Bu bizni hayron qoldirdi. Bir urinishning o'zida 3 futbolchidan o'tib ketish, bu shunchaki dahshat. 12 yoshli bolakay uchun 22,5 ming yevro. Bu o'sha davr uchun ahmoqona qaror edi. Lekin bu o'zini oqlashini ich-ichimizdan his qilardik. Bu men uchun qiyin davr edi. Hech qachon oilamdan uzoqda yashamaganman. Esimda Lissabonga uchish oldidan ota-onam, akam va opalarim meni kuzatish uchun aeroportga kelishgandi. Ular bilan xayrlashdim, oldinga yurdim. Ko'zimga yosh keldi. Ortimga qaragach, onam, akam va opalarimning yig'layotganini ko'rdim. O'shanda endigina 12 yoshga to'lgandim. 12 yoshli yigitcha uchun Lissabondagi mustaqil hayot umuman yangi davr bo'ldi. Oilasidan uzoqda, yangi odamlar davrasida, ustiga ustak Madeira aksenti bilan gapiradigan Ronaldoni deyarli hech kim tushunmasdi. Yigitcha hayotida sinovli davrlar boshlangandi. Lissabonda odamlar xuddiki boshqa tilda gapirardi. Madeirada biz so'zlaydigan til butunlay boshqa edi. Kundalik hayot, odamlar, taomlar hammasi butkul farq qilardi. Jamoamizdagi yigitlarning aksari mendan katta edi. Hammasidan ham sog'inch hissi qiynardi. Haftada 2 marta oilam bilan gaplashardim. Asta-sekin muhitga moslashib ketdim. Klubdagilar meni qo'llab-quvvatlashdi. Rahbariyat va murabbiylar yaxshi munosabatda bo'lishdi. Cristiano futbol bilan bir qatorda maktab darslarini ham olib borishga majbur edi. Ammo maktabdagi darslar yigitchaga umuman yoqmasdi. Ayniqsa ingliz tili futbolchi uchun qiyinchilik tug'dirardi. Qahramonimiz 14 yoshida o'qituvchisiga stul irg'itgani uchun maktabdan haydaladi. Maktab menga umuman yoqmasdi. Ingliz tili darslari bu shunchaki dahshat. Men hammasini tugatishni, bor e'tiborimni futbolga qaratishni istardim. Maktabdan ketgach, Roni bor vaqtini futbol bilan o'tkazdi. Jamoaviy mashg'ulotlardan so'ng trenajyor zalida yakka tartibda shug'ullandi. Kuchli zo'riqishlar o'z asoratini ko'rsatdi. Cristiano 15 yoshga kelib, yurakning tez urishi, taxikardiya kasalligiga duchor bo'ldi. Natijada yurak 2 bor lazer operatsiyasidan o'tkazildi. Yaxshiyamki, hammasi ijobiy yakun topdi. Yurak muammosi futbolchini qayta bezovta qilmadi. Futbolchining onasi o'sha davrlarni shunday xotirlaydi. O'g'lim Sportingga o'tgach oyiga $50 maosh olardi. Albatta bu hech nimaga yetmasdi. Pochta orqali unga pul jo'natib turardik. Katta shaharda safdoshlardan kam bo'lishini istamasdik.
G'alabaga bo'lgan kuchli ishtiyoq, tinimsiz mehnat Krishtianuni o'zi ishtirok etgan musobaqalarning eng yorqin futbolchisiga aylantirdi. Qahramonimiz 16 yoshidayoq Sportingning U16, U17 va U18 jamoalari asosiy tarkibidan joy oldi. 2001-yilning avgustida 16 yoshli Ronaldo faoliyatidagi ilk professional shartnomasini imzoladi va Sporting bilan 4 yillik oyiga 2000 yevro maosh belgilangan kelishuvga imzo chekdi. Shu bilan Aveyrolar oilasining iqtisodiy qiyinchiliklari yakuniga yetdi. Aveyrolar 10 yillik zahmatning mevasini asta-sekin totishni boshlaydi. 2002-yilning yozida murabbiy Laslo Bieloni Krishtianuni asosiy jamoa yig'iniga taklif qiladi. Rio Mayorga qarshi nazorat o'yinida asosiy jamoada debyut qilgan futbolchi biroz o'tib Betisga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida gol uradi. 14-avgustda Interga qarshi Chempionlar Ligasi doirasidagi bahsda rasmiy debyutini amalga oshirgan Roni tezda Sporting asosiy tarkib futbolchilaridan biriga aylandi. 18-avgustda Sporting Portugaliya Superkubogini qo'lga kiritdi. Bu esa futbolchi faoliyatidagi ilk katta titul bo'ldi. Mavsum yakuniga qadar 25 o'yinda 11 marotaba boshlang'ich tarkibda maydonga tushgan futbolchi 5 gol urishga erishadi. 17 yoshli Krishtianuning urgan gollari emas, balki maydondagi ajoyib harakatlari, katta tezlikda qarshi hujumga qocha olish qobiliyati, super driblinglari muxlis va mutaxassislar e'tirofiga sabab bo'ldi. Yozda 17 yoshli futbolchiga Yevropaning bir qator jamoalaridan qiziqishlar bo'ldi. Ular orasida Arsenal, Juventus, Atletico Madrid, Valencia kabi jamoalar ham bor edi. Aynan o'sha paytlarda Manchester Unitedda Alex Fergusonga yordamchi murabbiy bo'lib ishlagan Carlos Queiroz vatanida yangi yulduz yetishib chiqayotganini, uni qizillar tarkibiga jalb qilish kerakligini o'ylab qoladi. 2003-yilning 6-avgustida Manchester United va Sporting o'zaro o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazishga kelishib oladi. O'yin shunchaki o'rtoqlik uchrashuvi emas, balki Krishtianuning taqdimot marosimiga aylanib ketadi. Ronaldoning o'zi o'sha vaqtlarni shunday xotirlaydi. O'shanda bir do'stimga nahotki biz ertaga afsonaviy Manchester Unitedga qarshi o'ynaymiz va juda asabiylashgandim o'shanda. Bahsda Ronaldo Manchester United qanot himoyachilarini charchatib tashlaydi. Golli uzatma muallifiga aylanadi. Yakunda Sporting qizillar ustidan 3-1 hisobida zafar quchadi. Manchesterliklar bosh murabbiyi Sir Alex Ferguson o'yindan keyinoq Portugal transferini hal qiladi. 14 million yevro Sportingga, Ronaldo uchun yiliga 2 million yevrolik maosh. Hammasi tez sodir bo'ldi. Manchesterga borgach murabbiy mendan qaysi raqamda o'ynashni istashimni aytdi. Men esa avval o'ynagan 28-raqamni tanladim. Ferguson shunday dediki, "Yo'q, sen 7-raqamda to'p surasan." Shunda bu yerga nega kelganimni tushundim. Bu katta motivatsiya, shuning bilan katta bosim ham edi. Hali 18 ga kirmagan Ronaldo uchun 7-raqamda o'ynash katta bosim yuklagani aniq. Qizillar uchun 7-raqam qanchalik qimmatli ekanligini hamma bilardi. Ustiga-ustak Ferguson bilan janjal ortidan jamoadan ketgan sobiq 7-raqam David Beckhamning ham o'rni bosilishi lozim edi. 13-avgustda Old Traffordda Cristiano Ronaldoning tanishtiruv marosimi bo'lib o'tdi. 3 kun o'tgach, Angliya Premyer Ligasi doirasida Boltonga qarshi uchrashuvning 61-daqiqasida zaxiradan o'yinga qo'shilgan Cristiano o'yin davomida o'zining reydlari bilan Old Traffordda yig'ilgan muxlislarni xursand qildi. Boltonga qarshi o'yin edi. Hisob 0-0. Maydonda nimanidir o'zgartirishim kerak edi. Cristianoga tur hozir maydonga tushasan dedim. Maydonga tushgach o'yinni kuchaytirdi, reydlar uyushtirdi. Umuman Old Traffordda yig'ilgan muxlislar Krishtianuni yaxshi kutib olishdi. Yakunda biz yirik g'alabaga erishdik. 18 yoshli yigitchani Manchester futbolchilari u qadar yaxshi kutib olishmadi. Murabbiy Fergusonning erkatoyi 7-raqam egasi o'ziga bino qo'ygan, modaning ketidan quvadigan Cristiano ayrim katta futbolchilarning g'ashiga tegardi. Kiyinish xonasida goh Ronaldoning soch turmagi, goh torshimi, gohida esa tishlari mavzu bo'lardi. Albatta, bu tumanli Albionga yaqinda kelgan 18 yoshli yigitchaga katta bosim yukladi. Ruhiy stressga tushishiga sabab bo'ldi. Ronaldo esa ularga "Siz inglizlar modani tushunmaysiz" deya javob qaytardi. Bo'lajak yulduz nafaqat maydonda, balki futboldan tashqari holatlarda ham o'z ustida ishladi. O'zi yoqtirmagan ingliz tilini o'rgandi.
A primeira coisa que eu fiz foi Manchesterga o'tgach Madeiraga onamga telefon qildim va unga bo'ldi, ona ishni tashlang dedim. Akam, opalarim doim meni qo'llab-quvvatlab turishdi. Ular doimiy qiyinchiliklar ichida yashashdi. Endi barchasini o'zgartirish vaqti kelgandi. Xotirjam bo'lishim uchun ham ularga yordam berishim zarur edi. tiveram muito chegados a mim. Kenja o'g'ilning muvaffaqiyati Aveirolar oilasi hayot tarzini butunlay o'zgartirib yubordi. Aveirolar Manchesterga ko'chib keldi. Futbolchining katta opasi Elma KR7 brendidagi kiyimlar do'konini ochdi. Liliana esa o'zi yaxshi ko'rgan qo'shiqchilik sohasida ish boshladi. Ronaldo ichimliklarga ruju qo'ygan akasi Ugoni botqoqlikdan olib chiqdi va davolatdi. Cristiano 2003-yilning 20-avgustida Portugaliya termasida Qozog'istonga qarshi o'yinda debyut qildi. Terma ustozi Luis Filipe Scolari 18 yoshli Ronaldoga ishonch bildirdi. 2004-yilda Portugaliya mezbonligida o'tgan Yevropa chempionatida mezbonlar finalga qadar yetib borishadi. Finalda nimalar bo'lganini o'yinni ko'rganlar yaxshi eslaydi. Greklarga sensatsion tarzda mag'lub bo'lingach, Cristianoning maydonni ko'z yoshlari ila tark etgani yodingizda bo'lsa kerak. Futbolchi uchun finaldagi mag'lubiyat hali hammasi emas edi. Hali 20 ga to'lmagan Cristiano 2005-yilning 6-sentyabrda otasidan ayriladi. Jose Aveiro 52 yoshida ichkilik bilan bog'liq muammolar sabab London kasalxonalaridan birida vafot etadi. U otamiz uchun barchasini qildi, lekin o'lim haq. Dunyodagi barcha boyliklarni yig'sangiz ham bunga chora topolmaysiz. Qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Ronaldo o'shanda Portugaliya bilan Rossiyada Jahon chempionati 2006 saralashiga tayyorgarlik ko'rayotgandi. Scolari, Portugaliya termasi ustozi. Bu menga o'z otamni yo'qotgan paytlarimni eslatib yubordi. Albatta, bu juda og'ir holat. Bizni oldinda muhim o'yinlar kutib turgandi. U bilan gaplashib oldim. Krish biz bilan qolishni istadi. Butun jamoa uni qo'llab-quvvatladi. U meni boshqalardan yaxshi tushunardi. Katta futbolchi bo'lishimni orzu qilardi. Aminmanki, otam tirik bo'lganida o'g'lim doim olg'a intil, g'alabalarni qo'lga kirit derdi va men bilan faxrlanardi. Ronaldo bor e'tiborini mashg'ulotlarga qaratdi. Topshiriqlarni 2 karra qilib bajarar, bo'sh vaqtini trenajyor zalida o'tkazardi. Balki bu bilan futbolchi qiyin ruhiy holatdan chiqib ketmoqchi bo'lgandir. Mondialda Portugaliya yarim finalga qadar yetib boradi va Fransiyaga minimal hisobda imkoniyatni boy beradi. Chempionat chorak finalida Wayne Rooneyning qizil kartochka olishi bilan bog'liq vaziyatdan so'ng Cristiano ingliz matbuoti va ommasining bosimida qoladi. Fergyusonning qo'llab-quvvatlovi bilan futbolchi muxlislar bosimini yengib o'tdi. Krish ayni paytda dunyoning eng kuchli futbolchilaridan biri. Unda hamma narsa bor. U shunchaki yulduz. Podolski eng yaxshi yosh futbolchi bo'ldi. Shunisini tushunmadim. Nima ular o'yinni ko'rishmaganmi? Ronaldo 20 yoshda va yaqin 10 yillikda dunyoning eng zo'r futbolchilaridan biri bo'ladi. Ronaldo maydon tashqarisida ham katta personaga aylanib ketdi. Dunyoning gigant kompaniyalari Krish bilan ishlashni boshladi. Kompyuter o'yinlari, oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechaklar, moda, umuman barcha biznes vakillari Portugal bilan ishlashni yo'lga qo'yishdi. Cristiano Angliyada nafaqat futbolchi, balki tadbirkor sifatida ham ulg'aydi. Cristiano tumanli Albiondagi o'yinlarda muxlislar uchun haqiqiy shou uyushtirib berar va barchani maydonga chorlardi. Ayniqsa, angliyalik qizlar futbolchini tomosha qilish uchun maydonga kelishardi. Rooney kelishgan qomati, moda bilan doimiy hamrohligi, tashqi ko'rinishiga jiddiy e'tibor berish ortidan professional modelga aylandi. Cristiano Manchester United safida ketma-ket 3 bor Angliya Premier Ligasi chempionligini qo'lga kiritdi. Chempionlar Ligasi 2007-2008 mavsumida g'olib bo'ldi. 2008-yilda Frans futbol tomonidan yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. 2008-yilning 5-iyunida mashhur Sky Sport nashri Ronaldoga Real Madrid qiziqish bildirayotganligini ma'lum qildi. Manchesterliklar 9-iyunda FIFAga qirollik klubi ustidan Ronaldo borasida arz qilishdi. Nomada Real noqonuniy tarzda futbolchini qo'lga kiritishga uringani yozilgandi, ammo FIFA arznomani rad qildi. Mojaro Cristianoning yana bir mavsum Manchester Unitedda qolaman degan so'zlaridan so'ng yakunlandi. 2009-yilning 12-yanvarida FIFA Cristianoga yilning eng yaxshi futbolchisi sovrinini topshirdi. 2008-2009 yilda Manchester Angliya chempioni bo'ldi.
Ronaldo esa ketma-ket ikkinchi bor mavsumning eng yaxshi futbolchisi deya tan olindi. Xabarlarning ketma-ketligi Ronaldoning Angliyadagi faoliyati oxiriga yetayotganidan dalolat berardi. Real Madrid Manchesterga o'sha davr uchun rekord summa 80 million funt, ya'ni 92 million yevrolik taklif yuborgach, barchasi hal bo'ldi. 26-iyunda bitim imzolandi. Cristiano Real bilan 6 yillik shartnoma imzoladi. Shunday qilib, Ronaldo yer yuzidagi eng qimmat futbolchiga aylandi. Bu borada u fransiyalik Zinedine Zidanni quvib o'tgandi. 1, 2, 3. 6-iyulda Bernabeuda taqdimot marosimi o'tkazildi. Marosimga 80 ming muxlis tashrif buyurdi. Ispanlar Bernabeu tarixidagi eng kuchli futbolchini ko'rish uchun maydonga kelishgandi. Portugal 7-raqamda jamoa sardori Raul o'ynagani bois 9-raqamli futbolkani qabul qildi. Cristiano 29-avgustda Deportivoga qarshi o'yinda rasmiy debyut qiladi va gol uradi. Ispaniyaga 24 yoshida kelgan Roni 2018-yilning yoziga qadar qirollik klubi sharafini himoya qildi. O'tgan 9 yil ichida Portugal 4 marotaba oltin to'p sovrinini qo'lga kiritdi va yana shuncha Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibiga aylandi. 2 martadan La Liga va Kubokda zafar quchdi va yana bir qator musobaqalar g'olibiga aylandi. Klub tarixidagi eng yaxshi to'purarga aylandi. Ko'plab rekordlarni yangiladi. Chempionlar Ligasi tarixidagi eng zo'r futbolchiga aylandi. 2018-yilning 10-iyulida Ronaldo Juventus bilan 4 yillik shartnoma imzoladi. Real futbolchi transferidan 112 million yevro daromad qildi. Italiyada o'tgan 3 mavsumda Ronaldo 2 bor A Seriyada zafar quchdi. Ammo o'zi uchun birinchi raqamli turnir bo'lgan Chempionlar Ligasida muvaffaqiyat qozona olmadi. 2021-yilning yozgi transferlar oynasida Ronaldo transferi borasida mish-mishlar bolalagandan bolaladi. Manchester City, Paris Saint-Germain, Chelsea, Bavariya, umuman top jamoalarning aksari Ronaldo transferiga qiziqish bildirdi. Futbolchining agenti Jorge Mendes Manchester City bilan kelishuvga erishgani xususida ma'lumotlar tarqaldi. Ammo voqealar rivoji boshqacha yakun topdi. Cristiano Sir Alex Ferguson bilan suhbatdan keyin Manchester Unitedga qaytishga qaror qildi. 27-avgustda Manchester United Juventus bilan kelishuvga erishganligi, futbolchi bilan shartnoma imzolanganligini e'lon qildi. 11-sentyabrda Newcastle'ga qarshi o'yinda qaytish o'yinini o'tkazgan Ronaldo dublga erishdi. Old Trafford erkatoyi qaytganidan mamnun edi. Hozirda 37 yoshli futbolchi hali ham yashil maydonda jang qilishda davom etmoqda. Ronaldo shubhasiz barcha davrlarning eng zo'r futbolchilaridan biri, balki eng yaxshisi hamdir. Alpinist qaradi. Shogirdlar bir on bosh egib turishar atrofida jim. Ustoz ko'zlarida so'nmagan vulqon axtarar yoshlikka uzangan kuchun. Bu ko'zlar ochiqdir, yumilsa zora, ichdan nedir oqar aytib bo'lmaydi. Xo'rsinar, o'ksinar, lekin na chora, ser shiddat yoshlikka qaytib bo'lmaydi. Hamma tarqaladi, shogirdlar so'ngbor ustozga boqishar, hislar yolqini. Bu ko'zlar birgina so'zni takrorlar, hamon sog'inaman o'sha cho'qqini. Shunday cho'qqiki pastida olam hech kimsa ko'rmagan, hatto qadamda yumsam kirib olar tushlarimga ham bir marta chiqqandim zavqi yodimda.